Mening qadrli kichik do'stim, yo'llagan samimiy va iliq maktublik uchun senga chin dildan rahmat aytaman. Har bir so'zingni diqqat bilan o'qib chiqdim va ushbu yil davomida qo'lga kiritgan yutuq va muvaffaqiyatlaringdan juda xursand bo'ldim. Sen bu natijalaring bilan haqli ravishda faxrlanishing mumkin deb aytayaptilar. Ayniqsa ota-onang mehnatini qanday qadrlashing meni juda ta'sirlantirdi. Mehnatga e'tibor va hurmat muhim fazilatdir. Yangi yil senga yanada ko'proq bilim, yangi g'oyalar, qiziqarli kashfiyotlar va quvonchli lahzalarni olib kelsin. Soliq qo'mitasida yangi yil oldi aksiya bo'layotganligi uchun Soliq qo'mitasi raisiga omadimni sinab ko'rish uchun xat yozdim. Mana bugun xatimga javoban Soliq qo'mitasi raisining shaxsan o'zlari menga maktub va sovg'alar yuboribdilar. Bu yuborgan sovg'alari uchun men chin dildan minnatdorman va raisga kattakon rahmat aytaman.